Olim hech kim olgani yo'q. Nexia 2 turibdi aka. Oluvchi bo'lsa. 14 millionlik Nexia ham turibdi. Olmaydi u narxlar. Bala aytmang. O'zingiz brendmadingiz. Mayli aka, bang, qo'lni bering. Xo'p. Siz aytgan pulni olib chiqaman ichkaridan kirib. 2 ga bo'laman. Yarimi sizniki, yarimi meniki. Yoqqan tomonini olasiz. Bo'ladimi? Bo'lsa 15 million naqd pul beraman. Bering olib qolaman. To'g'rimi? Nech pul edi ko'nglingiz? Men olmasam shu yerdan birorta oladi. Ishingiz bitib ketsin aka. Hech bo'lmasa 20 million so'rayapsiz, bu yigit. 20 olmaydi. Mayli bir ish qilib ko'ramiz. Ismingiz nima edi? Vaqt aka. Keling mana 20 millionni aytib ko'raman. Kimdir olsa ham menga pul kerak emas, xo'p? Olgandan ham sotgandan ham pul so'ramayman. Xo'p, akalar ko'ringlar 2001 soni strambular, Lux bez konditsioner, Nexia 1. Polni arsiz bo'lgan, lekin chiri joylari yo'q, polni ishlangan. Oppoqqina chiroyligina turibdi bunday qaraganga. Metan gazi bor, yurgani? Bedara yurgan qisqasi. Shu Nexia. Metan gazi bor. 20 million bo'lsa beraman deyapti. Ega mana o'zini nomi ekan yigitni. General davini chiqadi. Ichimizga 20 millionga oluvchi bormi? Nexia 1. Olasizmi? Qayerdan sizniki? Samarqand. Samarqanddan mana. Ko'rdingizmi? Aytib ko'ring dedim-ki. Olishadi. Samarqand qayerdansiz? Nurobod. Nuroboddan. Rozisiz a? Abzorini eshitdingiz. Bu yigitga hech qanday da'vo qilmang. Polni kraska. Men roziman. Oling. Buxoro Samarqandga qo'plavera. Mana qarang, rozi bo'lib bering mana shu yigitga. Xo'p? O'zini nomi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Haydab chiqib ketaveringlar, bo'ldi. Bo'ldimi? Omon bo'ling. Omon bo'ling.